Nazar sig'izlari. Voy, tiri qonun to'ymadimi seninki? Az kaldı, biz kaldım abi. Diyor sana toyduk. Qonunga duy tushgan bilmaykan bu tasbih. At deganning yoqi yap bu yuna o'rganmamsizmi yada? Men nima ish qildim yada? Ustam nima ish qildim yada deyotgan bir ong yo'qmi senda? Yürüdüm usta hoş kaldı toyuyoruz. Gün bo'lsa ekan, tunigan adabga deb bergan tunimi o'tibsa. Yemayotgan narsang yo'q-ku sening. Ben şu soğucudan kalışkenler kalçıdan soğudu. Can. Ve bir iş qilib boqqansan, kelgili necha yil oldu sana? Bugun bir ish qilib boqqansan, ko'rdamanman to'takni. Mal bir nefs bir narsa yasab boqqansan qana. Bu canım ustam bu yağmurgan kütekte bu menden mi sert bilim eken bu. Bunu ne zaman kalıştı bunun da bu kalılara yok mu ustam sonra? Ben sana desem, rivoyatlarda deyishcha bir shahzoda bir malikani yaxshi ko'rib qilib, o'sha malika moningdan cho'ng bir kesak oltinni shahzodaga bergan. Shuni olib o malika shahzodaga sizning talabingizga qo'shilishim uchun mushu kesak oltinni nafsman yab tutgan bir narsa yasab chiqing deb moningdan yo'g'on bir kesak oltin bergan. U oltinni shunda choyliq nafs uzukdan birini chiqib malikaga sovg'a qilgan. Shuni olib malika shahzodaning talabiga qitilgan. Odam deganda ishonch, jasorat bo'lish kerak. Ustam ben de milletçi bağlılıklarını emni düşündüm. Ben hazırla işine başlayayım. Yaraysa yigit. Hazırla başla. Buldu ben hazırla başlayayım. Ustam. Ben ağır yoğun kütekten nefs bir narsa hesap çıktım. Yaxshi, yaraysa yigit. Ben ağır kıl aldım ustam. Qani nima yasida? Bana bu ayakını yasladım. Hem de ben silahım kaldı da aş yemeymiş ayakla aş sop. Yeyme. Kulağımı köyme iteyna. Chiqaman ha.